Va mana telefonimda uzr olgan nosozlik bo'lib qoldi. Nezradagi hollardan biri. What? Yani aytamanku. Qoyil. Nezradagiklar ham texnologiya qilishga juda usta. Va mana uyga kiraman. Ya'ni o'zimning uyimga qishloqqa jo'matar asad bizman. Qisib o'tir ekanman, men uxlab olay ozgina. Voy. Hop. Ketdik qishloqlar, ketdik. Ketdik. Davay. Golim tog' olaysiz. Uchta golim bitta, tepam bitta ko'rdim. 4-5 ta golim bormi? Bitta nima bo'laver? Golimlar suvga tushishni bilar ekan. Endi bilishim. Uraqoni meni, muncha uzoqqa uchib ketasan, golim. Kuching bormi? Ur. Kuchini ko'rsa ursa-ku golimlar nima bo'lishini bilaman. Bo'lsa hazrash qo'yapman golim tog'am bilan. Eshikni qaranglar zo'rligini. Eshik bu haqiqiy eshik. Oyil. Dragon portalini topaylik. Faqat yerga yo'l tepaman ketaman. Mashtan faqat qachon chiqadi endi dragon. Qancha yo'lab ketdi. Qishloqlardan bittasi tushsa o'ladi. Nima bu ko'mirmi? Temirda o'ylabman. Fuy. Kamdan chiqadi-ku bu narsa. Menga kerakli. Menga hozir olmos kerakda. Bir 30 ta olmos chiqsa ham rozi edim. Nima? Oxirga yetib kelibman-ku o'zi. Uzr. Yo'q ekan. Ancha qoldi yana. Bor ekan. Технология. 34 yil kutdim. Va bola ko'rib turganlaringizdek bu Minecraftda 2 ta qism ko'rdim, bitta qism davomli. Shuning uchun sizlar menga like bosing va obuna bo'ling. Shundan keyin xuddi shunday videolar chiqaveradi. Ko'payadi. Iltimos bolalar. Masalan kutaman. Menga like va obuna bosing.
va kam ijoding. Xayr.